Salom boshliq xonim, ahvollaringiz qalay? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Deyishim kerak edi, ahmoq. Menga bir oylik ish hisoboti haqida ma'lumot berishing kerak. Bugun tayyor bo'lib qoladi, aniq, ammo va'da bera olmayman. Unda bugunoq ishdan bo'shash arizasini yoz. Tushundingmi? Nima? Endi bunisi ortiqcha. Men hech qachon ishdan bo'shamayman. Endilikda siz ishdan bo'shash arizasini yozasiz, men emas. Meni o'rnimga siz ishdan bo'shaysiz. Sizning o'rningizga esa men o'tiraman. Men bu yerda boshliq bo'laman. Boshliq, iltimos meni ishdan haydamang. Xo'p, mayli, faqat bir shart bilan. Meni barcha shartlarimni bajarasiz va mening gapimni ikki qiladigan bo'lsangiz, sizni ishdan bo'shataman. Roziman, ishdan haydamasangiz bas. Boshliq bo'lish mazza ekan-da. Faqat oyog'ing cho'zib yotaverasan, ishlar esa o'z-o'zidan bo'laveradi. Senga nima bo'ldi, ahmoq? O'zingga kel, hoy, o'zingga kel. Hoy, men bilan yaxshi muomalada bo'l, yo'qsa ishdan bo'shataman, bilasan-a? Nima? Ishdan bo'shatasan? Tur, chiqib ket, ishdan bo'shading. Nima? Shuncha bo'lib o'tgan voqea mening xayolimda bo'lganmidi? Kechiring, boshliq.